O'sha kamida olmasa, keyingi videolarda ChatGPT bergan shartda o'ynaymiz. Bo'lmasa ketdik. ChatGPT'ni shartini bitta ko'rsataman sizlarga. Ana hozir tobir ol kamida 10 ta kill qil, faqat ol Imperial Alchemist qara va boshqa miltiqlar bilan debdi. Ho'kizo ishlatyapti. Birorta ham granatada kill qilma debdi. Do'stlar, bugun esa shu shartni bajaramiz. Bo'lmasa ketdik. Do'stlar, birinchi bo'lib reytingsiz o'ynaymiz. Solo oynaydigan. Shunda bitta nima qilib beramiz. Kelada men nima bo'lsa-da. Oldi. Hozir 7 sakin qilamiz. Amol. Tobir ol dedimi, demadimi? Tobir ol debdi. Tobir olamiz. O'sha hozir ko'proq turarkan hozir. Match boshlangandan keyin videoni o'sha videoni yoqdim va hozir livik ham boshlanyapti. Mana boshlandi ham. Biz solo o'ynaymiz. 7 ta kill qilish oson emas. Chunki bu livik erangel bo'lsa qilish oson, endi ko'p odam tushadi unga. Ketdik. Ozgina qotyapti. Vallahi. Masa ketdik. Biz seni uçuyoruz ekanmi? Birinchi killimiz bor. Bular granatada kill qilmagan, lekin granatam ham yo'qda, eng uzog'i. İkinci killimiz ham tayyor. Do'stlar, birinchisi o'xshamay qoldi. Do'stlar, birinchi o'yin umuman o'xshamadi. 2 ta kill.
Bilat 7ta deganda to'bir ol deganda man esa o'lib ketdim. O'lib ketdim. Buning uchun uzr so'rayman deganlar. Bo'lmasa keyin yana bir bosamiz. Birinchida umumanda 7taga qilib yubordim. O'xshamaydi-da u. Bilat u bitta tegganda o'lmay qoldi-da u. Bitta tegganda o'lish kerak. Umuman nimaga bitta tegganda o'lmadi u? Bitta o'lish kerak edi-yu. Bitta tegganda qanaqasiga o'lmasligi mumkin? To'g'risi o'zi 1 metr, bitta metrda, o'zi 1 metr joy bor. Shu yerdan otdim. Ikkinchisida o'qqa regat ham qilmayapti bu. Nimaga regat qilmaydi? Bilmayman Zaynab. Hozir videoni to'xtatib turaman, keyin esa yoqaman deganlar. To'xtamadi. Ikkinchi o'yin. Agar ikkinchi o'yin o'xshamasa, bilmadim. To'pon deganmi, nima deganda, to'bir degan. Nimaga o'lmay qoladi shu? Hali ikkinchi o'yin. Balki ikkinchi o'yin omad kelib qolar. Faqat bu degani yaxshi. Mana faqat bot. Ikkilik sochmagan desa, legendar Kalikanku. Medicine go. Event nima qilamiz Zaynab? Hozir eventsiz bosganimda umuman faqat bot tushadi-da, botli bo'lib qolardi. Shuning uchun eventsiz eventli lekin missiyani o'ynayapman. Miltiq ber Zaynab. Trava boshqa. Birinchi kilimiz bor. Birinchi kilimiz bor. Boshqa odam tushgani yo'q. U ham botroq odam edi. İkinci kilomizam bor. Zaynab biraz geçmeyelim. Nima bo'lgan bularga? Yetekenimiz Zaynab. 3 kilimiz bor. Vallahi videoni ko'rib qo'ying.
Go eventga. To'xtanglar-da. Heshga shag'al eshitib bo'lgan. To'rttaki. Zaynab. Nimaga bo'lmay ushlab bo'lmaydi? Mana qilsam, mana oldi. Reselkaga bitta qarab qo'yadi shu. Eventga ham keldik. Eventni nima qilgandim bitta videoda. Eventda bitta o'ynab bergandim. Do'stlar, keyin bitta videoda 4 ta like bo'ldi. 5 ta like bo'lsa 18 ta kill qilib beraman arenalarda degandim. Shuni 5 ta qilib qo'yamiz jigarlar. Eventda ham hech kim yo'q. Ozgina odam ko'rganda. Tam qilinmaganlar. İkinci etajda bir nima bormi? Qani o'chirdik o'nja. Bilan 4 ta kelganlar. Ana bitta. Botam topildi. Otib qo'ysalar shuncha mehnat kulib ketadi. Do'stlar, shu bilan hammaga xayr do'stlar. Bu shartni men bajara olmadim do'stlar. Bot demasizlar, endi omadimizga supurib qo'ygan ekan do'stlar. Shu bilan hammaga xayr do'stlar. Agar shu video 3 ta like qilsa, keyingi videoda shu shartni bajarib beraman. Bo'lmasa hammaga xayr jigarlar.